Ma'naviy inqiroz va buyruq. To'fondan oldingi dunyo boshi berk ko'chaga kirib qolgandi. Odamlar jismoniy kuch va ilmda cho'qqiga chiqishgan, ammo qalblari butunlay bo'shab qolgan edi. Ma'naviy pasayish shu darajaga yetdiki, koinot boshqaruv tizimi qaror chiqardi. Eski dunyo ketishi kerak. Aynan o'shanda Nuh alayhisalomga o'sha davr odamlari uchun aql bovar qilmaydigan topshiriq berildi. Quruqlikning o'rtasida ulkan kema yasash. Bu shunchaki kema emas, bu gunohlar ummonida iymonni saqlab qolish ramzi edi. Yuzlab yillar davomida Nuh alayhisalom odamlarni ogohlantirdilar. Ammo ular toki osmondan va yerdan suv chiqquncha kulib yuraverishdi. Buyuk suzish va poklanish. Suv hamma narsani, tog'larni, shaharlarni va kibrni yutib yuborganda, kema koinotdagi yagona hayot nuqtasiga aylandi. Yer yuzi suv bilan poklanib, ko'p asrlik ma'naviy iflosliklardan yuvilib ketdi. Uzoq oylardan keyin suv chekina boshladi va mana o'sha tarixiy lahza keldi. Kema Juddi tog'iga to'xtadi. Yer yana qattiqlashdi va insoniyat ikkinchi imkoniyatni, yangi tarix yozish uchun toza varaqni qo'lga kiritdi. 4 o'g'il, tanlov va taqdir. Nuh alayhisalomning 4 o'g'illari bor edi. Siz Yam Kanon haqidagi voqeani bilasiz. Otasi uni kemaga chaqirganda, u men tog' cho'qqisida omon qolaman deb javob berdi. U iymon o'rniga kibr va mantiqni tanladi va to'lqinlar ichida qoldi. Yamning voqeasi bu inson o'z ko'z oldida turgan najotni ko'rmay, mo'jiza kutib o'tirishga eng yorqin misoldir. Bir mashhur rivoyat bor. Bir kishi suv toshqini paytida uyning tomida o'tirib Allohdan najot so'rabdi. Uning oldidan avval bir yog'och, keyin qayiq, keyin vertolyot o'tibdi. U hammasidan voz kechib, meni Alloh qutqaradi deb o'tiraveribdi. U vafot etgach, yaratgandan nega meni qutqarmading deb so'raganida, javob shunchalik oddiy bo'libdiki, men seni qutqarish uchun 3 marta imkon berdim. Yog'och, qayiq va hattoki vertolyot yubordim, lekin sen o'zing chiqmading. Yam ham aynan shunday yo'l tutdi. Uning qarshisida o'z otasi qurgan haybatli najot kemasi turar edi, lekin u tog'ning balandligiga va o'z mantig'iga ishondi. U kemaning o'zi Allohdan kelgan eng katta belgi ekanini tushunib yeta olmadi. 4 o'g'il tanlov va taqdirida Judi tog'iga 3 o'g'il tushdi. Som, Xom va Yofis. Bu 3 aka-uka endi yangi dunyoni bo'lishib olishlari kerak edi. Yer yuzining bo'linishi. Nuh alayhisalom donishmand ota sifatida yerlarni o'g'illariga taqsimlab berdilar. Somga markazni, Sham va Arabistonni berdilar. Xomga Janub va Afrikani berdilar. Yofisga esa shimol va sharqning ulkan kengliklari, Turkiston va sirli Xitoyni berdilar. Aynan shu yerda Juddi tog'i etagida barcha madaniyatlarimizning ildizi otildi. Biz har xilmiz, lekin bir kemadan tushganmiz. Dunyo 3 o'g'il orasida bo'linganidan so'ng keyingi qismda